Assalomu alaykum do'stlar. YouTube'da pul ishlash darslarini davom ettiramiz. Bugun 2026-yilda amerikanskiy YouTube kanalni to'g'ri ochishni o'rganib o'tamiz. Ya'ni nastroykalarini to'g'ri qilib, men aytgan ishlarni hammasini to'g'ri qilsalaring, shunaqa va shunaqa. Ya'ni 500 ming, 2000 va undan ko'p daromad qilsalaring bo'ladi. Va biz boshladik. Birinchi o'rinda kanal ocha olishimiz uchun bizga bitta Android telefon kerak bo'ladi. Ya'ni Gmail ochib olishimiz uchun Android telefonda e'tibor beramiz. Gmail ochayotganda toza bo'lsin, zararlangan bo'lmasin IP'si. IP'si toza Android telefondan agar biz kanal ochadigan bo'lsak, albatta kanalimiz rekka chiqishi, tezda ko'tarilib ketishi eng muhimi aynan shu hisoblanadi. Ya'ni biz ochayotgan Android telefonimiz, Gmail ochayotgan Android telefonimizning IP'si zo'r bo'lishi kerak. Ya'ni zararlanmagan bo'lishi kerak. Xo'p, buning uchun birinchi o'rinda kanal uchun Gmail ocha olamiz. Gmail ochishni barcha biladi. Gmailga kirib yoki YouTube'ga kirib boshqa hisob tanlab turib, misol uchun ko'rsataman. Gmailga kirib olaman. Gmailga kirgan holatda boshqa hisob kiritish ustiga bosamiz. Google orqali ustiga bosib kiramiz. Va biz shaxsimizni tasdiqlashni so'raydi. Shaxsni tasdiqladik. Tasdiqlagandan keyin email kiritish, keyin hisob yaratish pastda turibdi. Hisob yaratishni bosamiz. Shaxsiy foydalanish uchun, doimiy shaxsiy foydalanish uchun qilish kerak. Bosaman. Ism, familiya. O'zimni ism, familiyamni yozib qo'yaveraman. Sanjarbek Zinatshoyev. Keyingisi. Xo'p, yil 2000 atrofida qilsak bo'laveradi. Misol uchun 2000 aniq bo'lishi shart emas. Kuni 12. Misol uchun erkak. Keyingisi ketdi. O'zi beradi. Sanjarbek Zinatshoyev 67, Sanjarbek Zinatshoyev 131 yoki o'zing yarat. Men tanlab qo'yaveraman. O'zim misol uchun yaratishim shart emas, qiynalib, o'zim bittasini tanladim, ketdi. Parol qo'yaman. Iloji boricha hamma kanallaringga bir xil parol qo'ysalaring, esdan chiqib ketmaydi. Agar yo'q esimdan turadi desa, har xil parol qilib turib, skrinshot olib olish esdan chiqmas. Keyingisini bosaman. Hisob yaratildi. Hisob haqida axborotni tekshiring. Hisobni yaratdik. Keyingisi. Kim maslahat beraman, bitta Android telefondan oyda boshida Gmail ochib, kanal ochib yurishni boshlang hamda bitta Android telefondan bir oyda ikkita Gmail oching, aynan o'sha 2 marta oching bo'ldi. U o'sha Gmaildan ochilgan kanallarda yurish ehtimoli ko'p bo'ladi va misol uchun sizda Gmail ochish bilan muammo bo'lmaydi. Biz Gmailni ochib oldik, ochib olishni o'rgandik. Endi aynan o'sha Gmailimni notebookka o'tkazgan holatda ichini sozlab, qolgan joylarini hammasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni notebookimga o'tkazib olaman hamda polni ichini Gmailda sozlashni ko'rib chiqamiz. Gmailni polni sozlagandan keyin American YouTube kanalini qanday ochamiz, uni qanday sozlaymiz, to'liq ko'rib chiqamiz. Endi biz qiladigan ishimiz hozir ochgan Gmailimni notebookimga o'tkazib olaman. Misol uchun notebookni tilini o'zgartiraman. Sanjarbek Zinatshoyev 67. Ketdik. Parolimni yozaman. Parolini yozib dalshini bossak, o'tadi Gmail. Bo'ldi. Do'stlar, Gmailda o'tkazib oldik. Aynan endi o'sha Gmailda ichini sozlashimiz kerak. Xo'p, biz Gmailda sozlashimiz uchun birinchi bo'limi joyiga Google account deb yozaman. Ya'ni Google account deb yozsam, Gmailda ichiga kirib ketadi. Ya'ni Gmailda boshqarish. Gmail Google account sign in. Ichiga kirganda men haqimda va xavfsizlik bo'limi o'zbek tilida qilib olganman. Ya'ni men haqimda bo'limi shaxsiy ma'lumotlarimiz turadi va boshqa nomerlarimiz. Xavfsizlik bo'limida bezopasnost bo'limi. Ya'ni shu ikkala bo'limda sozlasak bo'ldi, bizga qolgan joyi kerak emas.
Birinchi men haqimda bo'limiga kirib turib, birinchi qiladigan ishim rasm qo'yib olishim kerak. Ya'ni o'zimni rasmimni qo'yadigan bo'lsam, tavsiya beraman, hamma o'zini rasmini qo'ysa, hech qanaqa Gmailimiz o'chib ketish holatlari, shunaqa holatlar bo'lmaydi. To'g'ridan to'g'ri YouTube kanalimiz ham zo'r yuradi. Maslahat beraman, majburiy degan joyi yo'q, lekin maslahat beraman. O'zimizni rasmimizni kirib qo'yib olishdi. Kirib rasmni shu qurilmadan yuklashni bosib, qurilmamizda o'zimizning rasmimizni birinchi o'ringa qo'yib olamiz. Ikkinchi qiladigan ishimiz jins, ya'ni kirib turib shuni har kim uchun hammaga ko'rinadigan qilib qo'yishimiz kerak. Xo'p, bu bo'ldi. Buni qilgandan keyingi qiladigan ishimiz tavallud kuni, ya'ni tug'ilgan kunimizni ham har kim uchun ochiq qilib qo'yamiz. Mana har kim uchun ochiq qilib qo'ydim. Chiqaman. Endigi qiladigan ishim uy manzili. Uy manzilini kiraman, xaritadan tanlab qo'yaman. Misol uchun deylik, Toshkentda Eshanguzar tumanidanmiz. Shunday shu joyga Eshanguzarning ustiga olib borib qo'ysam bo'ldi. Aniq mana uyim bo'lishi kerak degan joyi yo'q. Tayyorda bosib qo'yaman. Endi ish joyimni nima qilamiz? Ish joyi, ya'ni mana ish joyi manzili. Buni ham kiritib qo'yish kerak. Kirib turib, xaritadan tanlashni bosib, birorta Toshkentning markazroq joyini saqlab qo'yib tayyorda bossam bo'ldi. Buni qayer bo'lishini farqi yo'q, faqat ozgina yashash joyimizdan boshqa joy bo'lsa bo'ldi. Ikkala joyi bo'ldi. Mana manzillarga kiritdik. Birinchi rasm qo'ydik. Mana jins degan joyini har kim uchun ochiq qildik. Tavallud kunini ham har kim uchun ochiq qo'ydik, ya'ni hamma uchun. Ish joyi manzilni kiritdik. Mana o telefon raqam degan joyini biz oxirga olib qo'yamiz. Bu joy tasdiqlanishi kerak, bu oxirida qiladigan ishimiz. Oxirida buni nimaga shunaqaligini aytib o'tib ketaman. Endi xavfsizlik bo'limiga o'tamiz. Xavfsizlik bo'limida birinchi qiladigan ishimiz mana bu ikki bosqichli tekshiruv, ya'ni двухэтапный deyiladi ruschasiga. Ikki bosqichli tekshiruv ochiq turibdi, shuni kirib yoqib qo'yishim kerak. Ichiga kiraman. Ichiga kirishimizda, har birini ichiga kirishimizda parolimizni so'raydi. Parolni tergandan keyin kirib ketadi. Ketdik. Kirganda xuddi shunaqa nimalarni beradi bizga. Ya'ni autentifikator ilovasi bilan ulash, telefon raqam ulash, qolgan joylar. Mana Google bildirishnomasi o'zi yoqib turadi. Shu joyda biz kirish kalitlari va elektron kalitlar degan joy bizga kerak emas. Птичка bo'lish shart emas shu joyda. Qolganini qilishimiz birinchi o'rinda kirib telefon raqamni kiritib olamiz. Misol uchun telefon raqamimni kiritib qo'yaman. Hop, telefon raqamimni kiritib qo'ydim. Saqlashni bosdim. Mana bu joyda ikki bosqichli tekshiruvni yoqib qo'yamiz. Xo'p, birinchi o'rinda telefon raqamni kiritdim. Endi autentifikator ilovasiga ulashim kerak. Ya'ni telefonimni olaman. Men telefonimni oldim. Telefonimda Play Marketga kirib olaman. Ya'ni telefondan Play Marketga kirib turib, Play Marketga kirgan holatda autentifikator, ya'ni mana kompyuterda shu yozib qo'ygan autentifikator deb yozsam o'sha chiqadi. Mana Google autentifikator chiqadi. Google degan joyga e'tibor beramiz. Menda o'zi borligi uchun birinchida turibdi. Sizlarda, misol uchun birinchi tortayotgan odamda ikkinchida turishi mumkin. Shuni yuklab olamiz. Yuklab olganimizdan keyin aynan o'sha nimamizni topib olamiz. Hozir ochgan Gmailimizni ichiga kirib olishimiz kerak. Telefonimizda ulangandan keyin autentifikatsiya degan joyda notebookdan kirib olib turib, autentifikatsiyani sozlashga kiradigan bo'lsam, menga nima beradi? Skanerlashni beradi. Endi skanerlashni bergandan keyin telefonimdagi autentifikatsiya ilovasining ichidan shuni skanerlab olaman. Skanerlagandan keyin, misol uchun skanerlab oldim deylik. Xo'p, mana skanerni bosdim. Autentifikatsiya ilovasini eng pastiga kod keldi. Xo'p, 602 misol uchun 306 ketdik. Bo'ldi, bu tasdiqlandi. Tasdiqlaganimdan keyin ikki bosqichli tekshiruvni yoqishni bosaman va pastga tushgan holatda ikki bosqichli tekshiruvni yoqish. Yoqishni bossam o'zi mana tayyor chiqadi, tayyor bo'ldi. Endi shu joyda zaxira kodlari chiqadi. Ya'ni zaxira kodlarini biz olib turib,
zaxira kodlarini olishni bosib turib telefonimizga rasm olishimiz kerak yoki notebookimiz bo'ladimi, kompyuterimiz bo'ladimi, o'ziga skanerlab olishimiz kerak, ya'ni skrinshot qilib olishimiz kerak. Bu bizga keyinchalik kerak bo'ladi. Xo'p, bu joylari mana bo'ldi, tayyor bo'ldi. Endi bundan chiqaman. Ikki bosqichlisini yoqib oldim. Keyingi qiladigan ishim telefon raqami kiritish, ya'ni rezerv telefon raqamimizni kiritib olamiz. Bu joyda kirayotganda ham mendan kanalimni parolini, ya'ni Gmailimni parolini so'raydi. Parolni yozib o'tganimizdan keyin telefon raqami kiritish, bu joyiga ham bir xil o'sha telefon raqamimizni kiritib qo'yamiz. Ya'ni ikki bosqichli qanaqa telefon raqami kiritgan bo'lsak, bunga ham o'sha raqamni kiritib qo'ysak bo'ladi. Saqlash yoki boshqa kiritishimiz ham nimasi yo'q, muammosi yo'q. Bu joyga hech qanaqa kod olinmaydi. Zaxiraviy email, ya'ni boshqa telefonimdagi zaxiraviy email bor, uni kiritaman. Mana zaxiraviy email, ya'ni rezerv email pochta degan joy bo'ladi. Muqobil pochtani kiritish, shu joyga yozaman. O'sha telefonimdagi boshqa emailni yozaman. Keyin saqlashni bosganimdan keyin kod ketdi deydi. Kirib u kodni olib turib tersam, zaxiraviy emailim ham tasdiqlanadi. Xo'p, bu joy bo'lgandan keyin biz men haqimda bo'limiga qaytamiz. Qaytib turib telefon degan joyga kiramiz. Telefon degan joyda mana 005 79 81 telefoni orqali tasdiqlash. Bu tasdiqlanolmasa, misol uchun tasdiqlashni bosdim, kod olishni bossam, agar kod bormaydi deydigan bo'lsa, mabodo men bunga kod ketdi. Misol uchun agar kod kelsa, kodni kiritsam, bu tasdiqlanadi. Agar kod kelmasa sizlardan, ko'pchilikda kod kelmaydi. Kod kelmasa, misol uchun telefonimiz ichidan, o'sha Android telefonimiz ichidan kirgan holatda, mana Redmi 13, Redmi 14 turibdi, Note 14lar. Misol uchun qaysi birida bo'lsa, misol uchun Redmi Note 14 da bor. Shunday kirib bosib qo'yaman nimasini, mana tasdiqlash joyini. Bosib turib Resishitni bossak bo'ldi. Notebookdan qilib bo'lmaydi. Faqat telefonning ichidan Gmailga kiramiz. Men haqimda bo'limi, telefon raqam kirish bo'limiga kirib turib tasdiqlaymiz bo'ldi. Avtomatik nomerimiz tasdiqlanadi. Eng tekin yo'li. Umuman boshqa davlatning nomerini olib amerikanskiy nomer olib turib solish bu joyga shart emas va eng katta xato ham o'sha bo'ladi. Sababi bu joyda o'zimizning nomerni solishimiz kerak. Agar boshqa nomerni solsak, boshqa nomerni so'raydi, agar mabodo Gmailda muammo bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, Gmailimiz to'liq sozlandi. Gmail to'liq bo'ldi. Hamma yog'ini sozlab bo'ldik. Endi kanal ochishga o'tib ketamiz. Xo'p, YouTube kanal ochishga o'tamiz. Demak, youtube.com deb yozaman. YouTube deb yozsam ham bo'laveradi. Mana YouTube chiqdi, kiraman ichiga. YouTube deb kiraman. Mana bu joyda bosib turib, kanalimizni, ya'ni bosdim. Kanal yaratish chiqadi. Kanal yaratishni ustiga bosaman. Bu joyda mana ism, familiyalari, nimalar ham turadi. Endi biz kanalimizni birinchi bu joyda nomini topa olamiz, keyin logotipini topa olamiz. Buning uchun bizga yordamga keladi. Nomini topish uchun ChatGPT. ChatGPTga kirib olaman. ChatGPTni rasmiy nimasiga kiringlar. Nimasiga kirib olmanglar, naqalari bor. Pullik versiyalari bor. Bu ham bas ekan. OpenAI. ChatGPTga kirib olamiz. Kirdim va bundan ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Agar ro'yxatdan o'tmaydigan bo'lsak, bizga nima qilib bermaydi. Rasm yasab bera olmaydi. Google orqali ro'yxatdan o'tib olamiz. Shu Gmailim orqali ro'yxatdan o'tsam ham bo'ladi. Yoki boshqa Gmailimni ham kiritib qo'ysak bo'laveradi, farqi yo'q. Shu Gmailim orqali ro'yxatdan o'tdim. Qolgan kunlarni so'raydi. Kiritib qo'yaveraman. Aniq bo'lishi shart emas. Buni ro'yxatdan o'tgandan keyin biz kanalimizga nom topib olamiz. Ya'ni yozaman. Bu joyda personal, o'zimizning shaxsiy foydalanish uchun continue, okay, ketdi. Endi so'rayman. Men hozir sizlarga Talking Tom yo'nalishida qanday video, men sizlarga hozir Talking Tom yo'nalishida qanday kanal ochishda, to'g'ri kanal ochishda o'rgatib qo'yaman. Sizlar o'zlaringning kanallaringga moslab turib, bemalol ChatGPT dan foydalanib kanal ochsalaring bo'ladi. Ya'ni yozaman. Men Talking Tom Singer yo'nalishida
yo'nalishida YouTube kanal ochmoqchiman. Shu kanalim uchun YouTube'da ishlatilmagan yangi inglizcha nomlar ber. Bo'ldi. Inglizcha nomlar ber deb so'radim, ya'ni YouTube'da ishlatilmagan yangi nomlar deb emas, Singers Mic Talk berdi misol uchun. Xo'p, buni saqlab olaman, saqlab turib, haligi ism familiyamni o'rniga qo'yib qo'yaman. Bu joyida mana o'zgaradi. Bunaqa nom yo'q ekan, orqasidan hech qanaqa nima bermadi, linkimiz ham xuddi nomga o'xshab turibdi. Endi biz yandex.ru deb yozib kiramiz, ya'ni bizga rasmlar bo'limi kerak. Yo'q, Yandex Translate'ga kirib ketibdi. yandex.uz deb yozsak chiqadi va buni rasmlar bo'limi. Xo'p, mana kiraman bu joyga va rasmlarga o'tib turib, bu joyidan so'rayman. Talking Tom deb so'rayman. Xuddi shunaqa rasmlarni chiqarib beradi. Misol uchun, men Talking Tom bilan Anjelani rasmi menga yoqdi deylik. Shuni olamanda notebookimga saqlab olaman. Mana saqladim. Saqlab oldim. Endi ChatGPTga yana qaytaman. Plusni bosaman. Yo'q. Plus bo'lsa add photo faylni tanlayman. Bu joydan hozir tanlagan Talking Tom rasmimni qo'yib olaman. Saqlanib deb bosdim. Xo'p, kirib turib Zagruzkida mana saqlab qo'yganman. Tashladim, Talking Tom rasmimni tashladim. Endi shu rasmni menga bu logotip qilib beradi. Buni o'zgartirish joylarini aytib o'tib aytaman. Kanalimni birinchi nomini tashlayman. Shu kanalimni nomi bo'ldi. Shu kanalimni nomi bo'ldi. Va shu kanalim uchun logotip kerak. Tepada tashagan rasmimdan foydalanib yasab ber va Angelani boshida toj, Tomni ham boshida toj bo'lsin va Tom qo'lida mikrofon, Angela qo'lida qizil atirgul. Biz qanaqa yo'nalishda kanal ochishimizdan qat'iy nazar shunaqa rasm olamiz, kanalimizni shu yo'nalishiga mos va ChatGPTga tashab turib, o'shani o'zimiz bezak berib chiqamiz. O'zimizning ideyamizga qarab beraveramiz. Misol uchun mana aytyapman, Anjelani boshiga toj kiydir, qo'lida qizil atirgul bo'lsin. Tomni boshida toj kiydir, qo'lida mikrofon bo'lsin. Xuddi shunaqa. Orqa fonini esa deyman, orqa foni katta sahna katta qo'shiq sahnasi bo'lsin. Ketdik. Oxirida misol uchun agar chiqarib bermaydigan bo'lsa,
yozib qo'ysak bo'ladi agar boshqa muammo qilmaslik uchun. Iltimos menga muammosiz chiqarib ber desam ham zo'r chiqarib beradi. Hozir lekin mana yaxshi chiqarib beryapti. Unaqa muammo qilib yurgani yo'q. Mana rasmni chiqarib berdi. Xo'p, rasmni birinchi bo'lib kirib saqlab olaman. Misol uchun загрузкигami, рабочий stolgami. Загрузкиga deylik. Saqlanib qo'ydim. Endi rasmni tanlash, kompyuterdan yuklash. Mana rasmimiz turibdi. Rasmni yuklab oldim. Tayyorni bosaman. Kanal yaratishni bossam, mana endi qaranglar. Kanal yaratishni hozir bosganimdan keyin men kanalni ochaman. Kanal ochildi. To'g'ri Amerikan YouTube kanal ochdim. Endi buni ichine kirib sozlasam, aynan 100% to'liq sozlanadi. E'tibor berib qarab turamiz. Xo'p, mana nimami, logotipimni nimasi turibdi, rasmi yo'q o'zi. Mana shuni ustiga bitta bossam YouTube Studioga o'tib ketadi. Yoki o chekkadagi logotipchani bosib, Tvorskiy Studioga bossam ham o'tib ketadi. Mana davom etish, xush kelibsiz, nimalardir deydi. Endi bu joyda qaraymiz. Moslashtirish degan joyi bor. Ruchasga kanal настройка bo'ladi. Pastida sozlamalar, ya'ni настройка bo'limi. Birinchi shu ikkita joyini biz sozlaymiz. Kanalimizni o'rganib olaylik. Ikkita joyi. Studioga kirganda moslashtirish bo'limi va sozlamalar bo'limi. Qolgan joyga tegilmaydi sozlanayotgan paytda. Ya'ni hozir o'z kanalimiz moslashtirish bo'limi, mana kirdim. Bu joyda logotipini qo'ydik, nomini, linklari qo'yilgan. Endi banner yasab olishimiz kerak. Bannerni biz yasash uchun Canva deb yozamiz. Yangi oyni ochgan holatda Canva deb yozib poistga beraman. Canvaga kirib turib, bundan ham o'sha Gmailimdan ro'yxatdan o'tib olaman. Bitta o'zi chiqadi mana. Shu Gmail mana Sanjarbek bilan davom etasanmi? Continue is Sanjarbek bilan davom etamiz. Ya'ni shu Gmailimiz bilan. Mana bu kirib ketyapti. Mana kirib ketdi. Endi so'raydi bu ham o'sha lичный nima bo'yicha foydalanasan, shaxsiymi, bir nima. Shaxsiy proyekt uchun foydalanaman. Bu joyni o'tkazib yuboramiz. Bu joyda go with next deb bossak bo'ldi. Bu joydan biz banner yasash uchun YouTube banner deb qidiramiz. Banner deb qidiramiz. Xuddi shunaqa bannerlar kelib chiqadi. Bu joyda mana tojliklari, pulliklari, qolgani tekinlari bizga tekini ham bo'laveradi. Misol uchun mana o'zi bilan o'rgatsam, qolganlarini o'zlaring kirib bemalol foydalansalar bo'ladi. Bu Canvadan. Hop, izimni shablon qilib kiraman. Hop, fayl bo'limiga o'tib turib, ya'ni mana fayl bo'limini o'tdim, buni qisqartirib oldim va загрузки bo'limida mana logotipim bor. Logotipimni olib qo'yaman. Logotipim tushdi. Endi buni olib turib, buni ustiga qo'yaman. Mana logotipim chiroyli bo'lib tushdi. Endi uni bostirib kichraytiraman logotipni. Olib kelib mana u rasmga yaqinroq joyga qo'yaman. Hop, bu oqini ham, orqasidagi oqini ham kichraytirib turib, buni orqasiga olib borib qo'yaman. Mana nimasi menga kerak emas. Orqasidagi katta yumalar bizga kerak emas. Endi kanalimga o'taman. Kanalimning nomini yana qaytadan saqlab turib, Canvaga qaytib turib, mana bu joyga qo'yib qo'yaman. Ya'ni Singer Mic Talk degan joyga, men Samir Hedid degan joyga bostirib yana o'sha nomni qo'yaman. Va kanalimni linki sifatida buni qisqartirib turib, boshiga mana qo'yib qo'ysam bo'ldi. Ya'ni kanal linkini bildiradigan narsa. Kuchukchani qo'yib qo'ysam bo'ldi. Tayyor. Mana bannerim tayyor bo'ldi. Agar xohlasam, misol uchun tushsunsam telefon formatga kanalimning nomini sal qisqartirib qo'yib, kanalni misol uchun nomiga bosib turib, bosgan holatda, ya'ni mana bosilgan holatda bu joydan rangini ham o'zgartirib olsam bo'ladi. Ya'ni kanal nomini, rangini mana. Misol uchun bunaqa rangmi yoki boshqacha rangga o'zgartirib olsam bo'ladi. Va podelitsiyani bosamiz, downloadni bosamiz. Downloadni yana bosganimdan keyin bu nimamiz, bannerimiz загрузки bo'limiga saqlanadi va kanalga o'taman. Bannerni yuklashni bosaman ustiga va bannerim turibdi, uni yuklab qo'yaman. Mana xuddi shunday banner ham tushdi. Kanalimga bannerini tayyorlab oldim. Endi qiladigan ishimiz tavsif, ya'ni API kanal описаниесini yozib olamiz. Buning uchun biz ChatGPTga kiramiz. Shunday mana rasm yasattirdim, nom oldim. Endi xuddi shu joydan yozib ketamiz. Ya'ni boshida biz nima qilayotganimizni ChatGPT tushunib oldi. Shu kanalim uchun deyman. Kanalim uchun inglizcha tavsif yoki описание ber.
Bu yer YouTube optimizatsiyasida yuqori bo'lsin. Ya'ni YouTube SEO optimizatsiyasi desak to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni YouTube SEO ketdik. Va bizga bu ChatGPT описание beradi. Mana berdi. Singer Mix Talks in shunaqa deb berdi. Mana endi buni nima qilamiz? Bu SEO optimizatsiyada yuqori bo'lgan yaxshi nimani berdi menga. Misol uchun buni endi saqlab turib, mana shu joygacha saqladim. Saqlab turib kanal tavsifiga qo'yib olaman. Qo'yib olganimdan keyin pastida kanal URL manzili buni shunday kopiya qilib olaman. Havola yaratishda bosib turib bu joyga qo'yaman. Va kanalimni nomini bitta yana boshqatdan saqlab turib bu joyga qo'yib qo'yaman. Xo'p, kanal URL manzilini qo'yib oldik. Endi profil bo'limi to'liq sozlandi. Endi qiladigan ishimiz bosh sahifa bo'limi. Bu joyda ptichkani yoqamiz. Bosh sahifa bo'limini yoqamiz va mana joydan rukun kiritish. Buni bosib turib, mashhur videolarni qo'yib olaman. Mashhur videolarni keyin tepaga olib chiqib qo'yaman. Ya'ni ikkita chiziqchasini ustiga olib kelsam, ishkachani, panjani rasmi chiqadi, uni olib chiqib turib, videodan oldinga olib chiqib qo'yaman. Xo'p, bu ham bo'ldi, bu bo'lim ham. Endi mana profil bo'limida agar biz xohlasak boshqa tilga tarjima qilish, ya'ni tavsifimizni shunday bosadigan bo'lsam, xuddi shu tavsifni yuklayman, ChatGPT ga berib boshqa tilni olib olaman. Bu joyiga, misol uchun, mana bittasini qilib ko'ramiz. Misol uchun, hindchaga tarjima qilmoqchiman. Biz asosiy tilimizni bu joyda inglizcha qilib olamiz, ya'ni inglizcha mana. Endi nomi hindchada ham bir xil, qolgan qozoqchada ham, amerikanskida ham bir xil bo'lib ketaveradi. Endi mana tavsif bo'limiga kelganda, tavsifimiz shuni tashlayman mana unga. Endi shuni deyman, mana endi shu tavsifni hindcha qilib ber. Hindcha qilib ber. Bo'ldi, bu menga hindcha qilib beradi. Hindcha tavsif qo'shsam, ya'ni hind odami meni kanalimni ko'radigan bo'lsa, demak buni kanali hind kanal ekan deb menga qiziqishi ortishi yoki o'sha professional hindcha nima deb o'ylab ko'p kuzatishi sheriklariga, do'stlariga misol uchun tarqatishi mumkin. Hop, mana saqlab oldim. Bu joyga qo'ydim. Buni kiritaveramiz. Xohlasak ispancha, xohlasak brazilcha, xohlasak amerikan, Angliya, Avstraliya, inglizcha Avstraliya bo'ladimi yoki Ispaniya, fransuzcha bo'ladimi, ruscha bo'ladimi kiritaveramiz. Xo'p, bu joy bo'lgandan keyin chop etishni bosamiz. Ya'ni saqlab olamiz. Endi mana moslashtirish bo'limini to'liq sozlab tugatdik. Endigi qism sozlamalar bo'limi. Sozlamalar bo'limida kanal bo'limi va yuklash sozlamalari bo'limi sozlanadi xolos. Qolgan joylarga umuman tegmaymiz. Kanal bo'limida birinchi bo'lib axborot, asosiy axborot tanlash, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari davlatini tanlab qo'yamiz. Shu joyda davlatini to'g'ri tanlasak, monetizatsiyaga yonadi. Agar tanlamaydigan bo'lsak, O'zbekiston bo'ladi va bizning kanalimiz monetga yaroqsiz bo'ladi. Endi bu joyda kalit so'zlarga kiraman. Shu kanalim uchun deyman. Shu kanalim uchun kalit so'zlar ber. Inglizcha bo'lsin. Vergul bilan. Vergul bilan deyish esdan chiqmasligi kerak. Vergul bilan desak, bizga zo'r beradi. Mana vergul bilan deyman. SEOga kuchli inglizcha keywordslar mana berdi. Ikki qatorini deylik saqladim. Kalit so'zlarga ikki qator yetadi. Ikki qatorni qo'ydik. Bu joyi bo'ldi sozlandi. Kengaytirilgan sozlama. Vergul bilan deganimizning sababi uni o'zi tushadi-da, qo'yib bitta tashlasak o'zi tushadi. Agar vergul bilan demaganimizda bitta-bittalab olib o'tishimiz kerak edi. Kengaytirilgan sozlamalarga o'tib, yo'q, bolalar uchun yaratilmagan kanal deymiz. Hop, funksiya ruxsatlari. Bu joyda ikkinchi joyni telefon raqami bilan tasdiqlab qo'yish kerak. Bu joyda SMS virtual degan nima bor? SMS virtual degan programma bor. Nimada? Play Marketdan telefonimiz orqali SMS virtual deb yozsak, ikkinchida chiqadi. Uni tortib turib, unga pul tashlab, Visa kartadan nomer olib turib, solib tasdiqlasak bo'ladi. Ya'ni telefonimni olaman. SMS virtual, mana SMS virtualimga kirib olaman.
boshida kirishda yo'q bo'ladi, ro'yxatdan o'tib olamiz. Purchase bo'limiga kirib turib, mana joyidan mana pul beradigan bitta sovg'a ham berib qo'yibdi. Bittalik shunaqa. Buni pul birligi 1A, 2A shunaqa bo'ladi. Mana sovg'amni berdi. Hozircha bu joyi mana chiqdi mana. 1 dollarga 5A, 2 dollarga 10A, 3 dollarga 15, xuddi shunaqa. Bizga mana shu 5 ni o'zi yetadi. Agar Visa kartani pul bo'lsa, tezda sotib olishni bossam bosiladi. Sizlarda Visa karta yo'q bo'ladi. Kirib Gmailni ulab turib, Visa kartani ulab turib bossak, pul o'tadi. Pul o'tgandan keyin kiraman Google, mana Google, YouTube, Gmail uchun. Kirib turib, hop, Kolumbiyani olsalaring, ko'p kod kelyapti Kolumbiyaga. Shunday bosib turib, add nomerni bossam, misol uchun kodi raqam beradi menga, yozaman. Plus 57 397 25 962 yoki Telegramda botlar bor, SMS Gold bot, SMS Gold boti bor yoki boshqa nima qilib beradigan botlarimiz bor. Ha, bu joyda qaranglar. Men Amerika Qo'shma Shtatlarini bosib turib, men Kolumbiya qilib olishim kerak. Hop, mana Kolumbiya qilib oldim. Endi mana yozaman. Plus 573 009 573 009 725 va 962. Dalshini bossam, kod ketdi deydi. Kodni e'tibor beramiz. 19 minutga bu nomerni bizga 20 daqiqaga beradi va kod 10 daqiqa yoki 7-8 daqiqagacha cho'zilib ketishi mumkin. 5 daqiqa qolguncha kutamiz. Agar kod kelmasa, buni raqamni o'chirib boshqa raqam kiritib ko'ramiz. Hop, bu joyi misol uchun bo'ldi deylik, tasdiqlandi. Bu kod kelishini kutib, bu kod kelguncha biz yuklama sozlamalarga kirib turib, yuklash sozlamalariga kirib turib, asosiy axborotlar bo'limida tavsif hinchasini yuklab olmaylar yana bu joyga. Ya'ni bu joyni biz to'ldirib qo'yadigan bo'lsak, yuklash sozlamalarini biz qo'yayotgan videolarimiz agar kompyuter orqali yoki sayt orqali qo'yadigan bo'lsak, nima bo'ladi? Sayt orqali qo'yadigan bo'lsak, tavsif teglar xuddi shu yuklash sozlamalari bilan bir xil ketadi. Ruxsatlar bo'limiga hammaga ochiq qo'yamiz. Endi pastda bizga unaqa kalit so'zlar beruvdi, eslaringizda bo'lsa, kalit so'zlarni mana berdi. Buni pulni endi kopiya qilib olamiz. Kirib turib, mana tag degan joyga qo'yib qo'yaman. To'xtanglarchi. Bu yerda mana beribdi. Adashib boshqasini olib qo'yibman. Hop, tag degan joyini olaman. Kirib turib bu joyga qo'yib qo'yaman. Mana ozgina ko'proq berdim. 559 ta. Bir ikkitasini o'chirib chiqsam, misol uchun katta-kattalarni mana 495 ta yetadi. Hop, bu joyi bo'ldi. Tavsif qo'ydik, hammaga ochiq qo'ydik, teglarini qo'yib chiqdik. Endi kengaytirilgan sozlamalar bo'limida turkumda musiqa yoki o'yin qilamiz. Aynan Talking Tom, Let's yo'nalishlar uchun Taylor bo'ladimi, boshqa Macvin bo'ladimi, musiqa yoki nima. Masalan, futbol yo'nalishi bo'ladigan bo'lsa, sport, ta'lim yo'nalishi bo'ladigan bo'lsa, ta'lim, transport ketaveradi. O'yinlar qilaman, misol uchun, bu joyda til tanlaymiz, ya'ni bu joyda mana inglizcha Amerika Qo'shma Shtatlari tilini ikkalasida ham tanlab qo'yadigan bo'lsak, amerikaliklarni bizni ko'rish ehtimoli katta bo'ladi. Ya'ni mana video tili, pastda nomi va tavsif tili inglizcha Amerika Qo'shma Shtatlari. Bizni shu joydan keyin polni kanalimiz sozlanishi tugaydi va biz kanalimizni to'liq sozlab bo'lamiz. Hozir bizda bitta qolgan joyi telefonimizga kod kelsa, agar shu kodni kirgizsam, bo'ldi, bemalol hamma yog'i 100% tayyor bo'ladi. Agar biz aynan vaqtida xuddi shunaqa holatda kanal ochadigan bo'lsak, 100% rekomendatsiyaga chiqadi. Ya'ni birinchi, ikkinchi video prosmotr olmasligi mumkin, lekin 3, 4, 5-videodan keyin sirazi prosmotr olishni boshlaydi. Agar laykini joyda urib, joyda olib borsak kanalda 15-20 kun uzag'i bir oyda kanalni monetka ulasa bo'ladi. Shaxsan o'zim 1-yanvarda kanal ochdim. 1-yanvarda ochgan kanalim 15-yanvarda 4000 soatdan o'tib ketdi va 1000 obunachini ham yig'ib tashladi. Va u kanalim hozirda
aktivini o'zi 58-60 ming bo'lib turibdi va shu aktiv bilan kuniga 30-40 dollardan ishlab beryapti. Ya'ni bu kanal shu Talking Tom yo'nalishini RPM 1 dollar, 2 dollar atrofida, 1-1,5 shunaqa atrofida. Unchalik yuqori ham emas, uncha kam ham emas, o'rtada yuradi. Telefonimga misol uchun hali mana endi 15 bo'ldi, 15 minut qoldi deyapti. Aynan shu misol uchun kod kelsa keldi, kiritaman, o'tadi. Agar kod kelmaydigan bo'lsa, misol uchun 3 ta nuqtani bosib, cancel'da bossam, mani pulimni qaytarib beradi. Ya'ni SMS virtual kod kelgan nomergagina pul oladi, kod kelmagan nomerga umuman bizdan pul olinmaydi. Buni kodda kelsa kiritib qo'yaman, shu bilan kanal tasdiqlandi 100%. O'tda shu joyga e'tibor beramiz, shu nomerni kiritgandan keyin biz videolarimizga preview, ya'ni obloshka qo'ysak bo'ladi. Va kanal tarixi ham shu nomerni kiritgandan keyin 10-15 kunda, misol uchun 10-15 kun yoki 1 oyda, 1,5 oyda yonadi. Agar shu nomerni kiritmagan bo'lsak, kanal tariximiz ham yonmaydi, monetka ham ulolmaymiz, obloshka ham qo'ya olmaymiz. Do'stlar, muhim ma'lumot, описаниеda Telegram kanalimni silkasini qoldiraman. Kirib obuna bo'lib kuzatinglar. Telegram kanaldagi ma'lumotlarni o'zi bilan shogirdlarimiz 15 kun, 1 oy, uzog'i 2 oyda bemalol natijaga chiqishyapti. Aynan sizlar ham kirib, bemalol o'zim bilan aloqaga chiqib, mendan nima savollaring bo'lsa javob beraman, birgalashib natijaga olib chiqishga harakat qilamiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Sizlar bilan YouTube'da pul ishlash darslarini davom ettiramiz.